U doimo ahmoqona rollarni ijro etgan, ammo aslida u dunyodagi eng aqlli va eng boy aktyorlardan biridir. Ko'pchilik bilmaydi, lekin Rowan Atkinson asl hayotda Oxford universitetini tamomlagan va nihoyatda yuqori intellektga ega inson hisoblanadi. U butun dunyoga kamgap, no'noq, ammo millionlab muxlislar qalbidan joy olgan Mr. Bean obrazi orqali mashhur bo'lgan. Biroq uning aqliy salohiyati va boyligi hayratlanarli darajada. Rowan Atkinson o'z brendini yaratib, $200 million boylik orttirgan. Aslida Mr. Bean serialining atigi 14 ta original qismi suratga olingan. Lekin shunga qaramay, bu obraz madaniy timsollardan biriga aylanishi va Atkinsonga ulkan shuhrat olib kelishi uchun yetarli bo'lgan. Rowan Atkinson shuningdek mashhurlar orasida eng ashaddiy avtomobil ishqibozlaridan biri sanaladi. Uning kolleksiyasida kamyob va juda qimmatbaho avtomobillar bor. Ulardan biri McLaren F1 bo'lib, Atkinson uni 2 marta avariyaga uchratgan. So'ngra deyarli $12 million ga sotgan. Rowan Atkinson mashhurlar orasida IQ darajasi eng yuqori bo'lgan insonlardan biri. Uning IQ ko'rsatkichi 178 ga teng.